Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Mening hayotim, hatto shaxsiy hayotimgacha qiziqadigan ixlosmandlarim. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari olsun. Bugun bir oz tansiq olsun deb o'xshamaydiganroq bir temada sizlar bilan muloqot bo'lishni xohladim. Bu fursatda oldi bilan O'rta Osiyodagi, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi tavasida yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimga deb qo'yadigan bir so'zim. Mening kitoblarimni o'qishga qiziqadiganlar Messenger orqali men bilan aloqalashsa, men bu kitoblarni ularga bevosita yetib beraman. Ya'ni Qiril alfabesi bilan bu qarindoshlarimiz Uyg'urcha yoziqimizni arabcha deb hozirgacha tanimay keldi. O'rganganimi unimni ko'plari bilmaydi. Endi ularga Uyg'urcha o'qitilmaganlikdan oxiri ularning rayiga beqib, ularga ruslar yasab bergan ash ilibba bilan bu kitoblarni qaytadan tayyorlab, buni el kitob qilib, bu qarindoshlarni ta'minlashni qaror qildim. Agar bu qarindoshlarimiz o'qishni ixtiyor qilsa, men bilan aloqalashsa, har birisiga ayrim-ayrim avatib beraman PDF nusxasini. Birli chatag'i bu avtomatik holda PDF nimaga Qiril alfabesiga aylantirilgan vaqtida hammasi kichik harf bo'lib ketadi ekan. Qoida bo'yicha latinchada bo'lsin, qirilchada bo'lsin, jumlaning beshi cho'ng harf bilan, ismlar cho'ng harf bilan bo'lishi kerak edi. Afsuski hammani kichik harfga aylantirib ekan. Buni tuzitib chiqish uchun 10 necha kitobni men bir-birlab qayta o'qishga to'g'ri keldi ekan. Shunga buni tuzitib chiqolmadim. Shunga bu savallikni kechirib o'qiymiz desanglar, buni sizlar o'qiy oladigan ilibbaga aylantirib evatib beraman. Ba'zi qarindoshlar mening nimalarni o'qiydiganligimni normalda qanday kitoblarni o'qib bilimlarimni, agar menda bilim bor deyilsa, qanday hosil qilganligimni so'raydigan yosh bolalar. Bu munosabat bilan men bu qitim Turkiya safarimdan olib kelgan bir chamadonga yaqin kitobni sizlar bilan o'rtaq ko'rib chiqaman. Va bu orqali sizlar mening nima o'qiydigan, nimaga qiziqadiganligimga doir az to'la jipuchaga erishsizlar. Bu qitim aytavr bir 20 dan ortiq kitob ekkaga o'xshayman. Ekkaganlarimdan adabiyotga oid o'g'allari bular. Qana, mana. Bu 9 kitob adabiyotga oid. Ya'ni roman. Bu 7 tomlik bir roman. Fransiya yozuvchisi Marcel Proust'ning Yutgan zamonning izidan degan romani 7 qismlik. Yana biri bu Vladimir Nabokovning Ada yoki Aral yoki Arzu degan kitob romani.
Vladimir Nabokov bilisizlar, asli Rossiyalik. Qon e'tibori bilan tatarlarga tutishadiganligini deyishidi. Nabok Mirzining avlodlari keyin ruslashib ketgan deb qaraladi. Nabokovlar. Vladimir Nabokovning dadasi Çar Rossiya padişahlığı ag'dirilgandan keyin qurilgan vaqtliq Kerensky hukumatida ministr bo'lgan keyin bolsheviklar taxtga chiqqandan keyin bu oila chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Avval Angliyaga, keyin Germaniyaga, undan keyin yana Amerikaga ketgan. Nabokov Amerika universitetlarida dunyo adabiyoti va rus adabiyoti darslari bergan. Rus tilida va ingliz tilida roman yoza oladigan qobiliyati bo'lgan. Nabokov Lolita nomli romani bilan dong chiqargan. Yana ayni vaqtda Vladimir Nabokov anti-romanchilik iqimining muhim vakillaridan biri. Uning anti-roman uslubida yozilgan Solg'in Ateş nomli yana bir romani bor. Bu roman bizning shu Gungi she'r deganimizga o'xshab ketadigan roman. Anti-romanchilikda ba'zi boblarda hech qanday so'z bo'lmaydi, aqtashlanib ketadigan gap. Bobning nomeri yoki bobning mavzusi va hech tekst yo'q. Yana ba'zilarda bishqur tekst bo'lishi mumkin va ba'zilarda rasm bo'lishi mumkin. Mana shunday romanga o'xshamaydigan, an'anaviy romanlarga o'xshamaydigan bir tur. Yana bir roman James Joyce'ning Finneganning uyg'onishi nomli romani. James Joyce'ni bilisizlarmi? Adabiyot bilan bilishganlar bilisizlar, hammanglar bilisizlar desam aqcham to'g'ri bo'lmaydi. James Joyce 20-asrda adabiyotni yangi bir chig'irga boshlagan yozuvchi. James Joyce'ning Ulysses degan yana bir romani bor. Bu mubamenda, ama bu qitim ekkaganlarim emas. Bu Ulysses James Joyce'ning bir kunlik hayotining, yani bir kunlik voqea nechor degan holda yozilgan roman. Bu ang iqimi uslubida yozilgan. Ang iqimi degan xiyoldan kechayotgan iqim. Yani. Bu romanning nashr qilinishi bilan adabiyot yangi bir davrga kirdi. Qarindoshlar. Agar buni Uyg'urchaga tarjima qilishga to'g'ri kelsa, bizning roman suyadigan o'qirmanlarimiz balki yaratmasligi mumkin uni. Chunki bakmi zerikishlik. Ziyoda zerikishlik. Leninning shunday bir so'zi bor. San'atdan huzurlanish uchun san'at haqida ma'lum tarbiya olgan bo'lish kerak deydi. Endi uningdan huzurlanish uchun James Joyce uslubidagi yoki Vladimir Nabokovning anti-romanchilik uslubidagi asarlardan huzurlanish uchun shuningga yaqin saviyada san'at tarbiyasi olgan, shuningga yarasha saviya hosil qilgan bo'lish lozim. Bo'lmasa uni yaratmaymiz. Bu aniq. Chunki Uyg'urlarning romanchiligi
yoki Uyg'urlarning roman bilan tanishishi Sovet ittifoqini nazarda tutganda 30-yillardan boshlangan. Sharq Turkistondan aytgan vaqtida 50-yillardan keyin boshlangan. Tanishishimiz, roman bilan tanishish tariximiz. Va bu tufaylidan biz roman deb ilg'agan romanlarning hammasi atalmış sosyalistik realizm uslubidagi Sovet romanlari bo'lgan. Ya'ni pax-pax romanlar. Ikki qatimliq dunyo urushini va sinfiy kurashni asosiy to'qinish qilib va bu to'qinish asosida to'qilgan romanlar. Voqeani asos qilgan romanlar. Va bu tufaylidan Uyg'urlarda bir voqea bo'lmasa, yetarlik darajada qiziqarli bir voqea bo'lmasa, roman yozgan olmaydi deydigan tuyg'u shakllangan. Şuna bizning hamma romanlarimiz, hikoyalarimizgacha voqea bo'ladi. Voqeasiz bo'lmaydi deb o'ylaymiz Uyg'urlar. Endi ma deyilgan romanlarda hech voqea yo'q. Xiyol bor, tasvir bor. İnchik tasvir bor. Qum tuproqdek gap yani. Bu aşı Xitoylarning hikoya romanlarini shov-shuv deydi-ku Xitoylar. Aşının to'g'ri keldi. Yana ushaq gap degan gap qo'y, shov-shuv degan. Bu aşına ushaq gap bu romanlar. Endi buningda san'atdan huzurlanish iqtidori olmagan vaqtida haqiqatan zerikishlik tuyuladigan turdagi romanlar bu. Uyg'ur romanchiligi o'zi aslida ilg'agan romanlar, tuvan saviyadagi romanlar bo'lganligi uchun Uyg'ur romanchiligi uning asosida borliqqa kelganligi uchun bizga o'lmas asar, mashhur, donliq deb qanday sifatlab ketadigan Uyg'ur romanlari amaliyotda mashu taladagi G'arbda bestseller deyiladigan, yani bozorlik kitoblar deyiladigan turdagi bir qatim nashr qilinibla shu avtor bir pul tepib oladigan, o'zi ikkinchi bir odam o'qib qolmaydigan turdagi romanlar. Va shu romanlarning qiziqlik darajasini aytganda 30% yeriga to'g'ri keldi. Shuning bilan tanglishanmaydi hatto. Endi klassik deyiladigan turi va literatur bu. Ama kitaplar literatur turidagi kitaplar. U ko'chada dövsini manchi pul deb sotadigan turdagi emas. Endi Uyg'ur romanlari mana shu dövlab sotadiganning 30%iga to'g'ri keladigan saviyada qolgan bo'lganligi uchun u romanlarni donliq, mashhur deb ko'ngan va uningdan huzur olgan kitobxonlarimiz bu romanlarni o'qisa haqiqatan zerikib qoladi. Bizim shunday bo'lgan. Masalan, Germaniyaning Nobel adabiyot mukofotiga erishgan bir yozuvchisining Obro'yi to'kilgan Katilina deydigan bir povest bo'ldi. Bu tarjima qilinib bir povestlar to'plamida e'lon qilingan. Qashqar Uyg'ur nashriyati tarafidan. Rostini desam, men bu povestni o'qib oyog'iga chiqa olgan emas. Endi qarasam, u mashhur bir povest ekan. Ya'ni bizning ko'rganlarimizga ko'ra, bizning olgan tarbiyamizga ko'ra, bizning tafakkurimizmi shu marhalada bo'ladigan gap ekan. Shu yerda bo'ladigan gap ekan, mashhurlarimizmi shu o'lcham bo'yicha mashhur bo'ladi ekanda. Endi dunyo adabiyotiga solishtirgan vaqtida o'tirdi ko'tarib bizning ketib deb o'tirg'i chiqishga xijil bo'ladigan darajadagi bir romanlardi bu. Mana bu mening bu qatim aytgan adabiyotga doir, dunyo adabiyotiga doir donliq romanlar. Endi bu James Joyce'ning Finneganning Uyg'unishi nomli romani oxirgi romani bo'lib,
Dünyadaki en meşhur edebiyat obzorçularından biri. Bu Finnegan'ın uyg'unishini inson balasining yozgan tekstlarining ichida eng mashhuri deb baholabdi ekan buni. Endi buning shaxsiy qarashi deyishga bo'ladi. Demak, ashunday baholangan bir asar. Hatta James Joyce'ninki eserlerini bo'libmi Ulysses va Finnegan'ning uyg'unishini ba'zi tillarga tarjima qilishning imkoni yo'q deyilgan. Masalan, Türkçe tercümesi 40 yılda vücutga chiqqan. Ve Türk tilida Ulysses'ning yana Ulysses so'zligi deb 500 betlik bir so'zlik var. Ulysses'ni tushunish uchun bir so'zlik. Tercüman tarafidan tuzib chiqilgan bir so'zlik. Bu menda bo'lishi mumkin. Ulysses so'zligi topmamız gerek. Nəhayət yoğun bir sözlük oladigan. Demek Finnegan'ın uyg'unishi Ulysses'tanmi murakkabroq yozilganligi hikoya qilinmoqda. İnşallah hamda o'qiyman men. Shuni o'qimagan bo'lg'achqa bir nima deyolmayman. Ama Ulysses'ni 2 qatim o'qidim. Birinchi qatimda haqiqatan uni avutanmadim, bek zerikdim. Ba'zi yerleri an'anaviy uslubda, ama ba'zi boblari favqulodda. Endi ikkinchi qatim o'qigan vaqtida huzurlanib o'qidim. Rostini desam. Endi ba'zi taraflari haqiqatan kishini hayron qoldiradi. Yani tefekkürününki kengliki, ufukning kengliki, cho'nqurligi kishini endiktiriydi degan darajada. Xo'sh, bu mening adabiyotga oid kitoblarim. Endi bu 4 kitap. Birisi Kabala. Kabala Yahudilarning Tevratdan qolsa eng muhim deb biladigan kitobi. Mistik bir kitap. Bunun ichi zar nimbado deb qiziqib, buni o'qib bakmoqchi bo'ldim. Bu Kabala haqida boshqa birisining yozgan kitobi ekan. Endi bu Talmud. Bu Yahudilarning muqaddas kitoblarining biri. Tevratdan keyin turadigan muqaddas kitoblarining biri. Talmud degan. Ama bu Talmudni tushundiradigan kitob ekan. Bu shu Talmud haqidagi kitob. Meningki ixlosmänlarim kitap haqida maslahat oladigan fikrlarim, sing'illarim, o'g'illarim va qizlarim, ama sizlarga buni tavsiya qilmayman. Men ajinda o'qiyveradigan shuni. Endi boshqa kitoblar. Bu. Mana bu zihin kontroli degan kitap. Zihin kontroli haqida biz to'xtaldik bir videoda. Ve bundan keyin şu vaqtda biz yüze to'xtalgan hamma tema haqida tekrar tafsili to'xtalamiz. İnşallah bu kitaptan, bu Jim Cate deganni şu vaqtda men naql oldim, Jim Cate'ning so'zlaridan bir nechini. İnşallah biz bu kitaptan hali ko'p naql olib bu mavzuni yoritishga tirishamiz.
Bu adamni tanıysizlar belki. Bu Henry Kissinger. Nixon'un davridagi Amerikaning tashqi ishlar ministri bo'lgan Henry Kissinger. Buning Xitoy nomli kitobi. Bu Xitoylar haqida nima tushundi va nimani anlatadi, buni bir bilib baqish uchun buni oldim. Bu psixologiyaga oid bir kitob ekan, ev tipi psixologiya laboratoriya. Ko'rayotganingizdek, bu 11-sentabr hujumi va yoshirilgan haqiqatlar. Buning sirini bilib bakmoqchi bo'lib oldim. Bu maxfiy tashkilotlar va tariqatlar. Buni bek odamni qiziqtiradigan turdan. Buni o'qib baqqılık. Agent, casus, muxbir, yani bu muxbir bizdeki muxbir emas. Muhabir, bizdeki muxbir, muxbir, kulak. Kulak, aygakçı degan gap. İstihbarat teşkilatları, CIA, KGB, Mossad, Military Intelligence Alta, Angliyaning, BND, Germaniyaning, VEVAK, unaninki, andan Xitoyning istihbarat teşkilatları. Bundan keyin bu kitaplar. Bu kitaplarni bir-birlab ko'rsak, bu John Perkins'ning bir kitobi ekan. Bu ikki nashrini, o'xshash kitobning ikki nashrini olibdiman. Birisi kengaytirilgan nusxasi ekan, yangiligini. Mana shunday. Endi ma kichik kitob Max Weber'ning Kasb sifatida siyosat degan kitobi. Bu mashhur jamiyatshunos yoki jamiyatshunoslikninki boshlang'ichidagi avangardlarning birisi. Bu urush yillari. Bunun ikkinchi qismi var ekan, ikkinchi qismi tugab ketibdi. Urush yillari. Buni tanıysizlar, Niccolo Machiavelli'ni Hükümdarlar Dasturi degan kitobning avtori. Bu Shahzoda yana bir mashhur kitobi. Hükümdarlar Dasturining Uyg'urchasi bor. Uni o'qigan bo'lishingiz mumkin. Bu so'roq qilish texniklari. Sorg'ulash texniklari. Yana Henry Kissinger'ning Dünya Düzeni, Dünya Tertibi.
Avazsız uruş. Kim Philby. Kim Philby degan bir jasus bu. Xitoyning Yevrasiya strategiyasi. Bu Teşviqat nomli kitob. Biz bu videodan keyin teşviqat haqida to'xtalamiz. İlgari ko'p qatim to'xtaldik, endi teşviqatni tafsilotlashtiramiz. Tartibini değişik tirishimiz. Shunday qilib biz planlangan bir teşviqatni boshlaymiz inshaalloh. Va boshqalarga buni tavsiya qilamiz. Ya'ni taqdim bag'din aning do'ppisi buning tomog'ini hammani aralashtirib emas. Teşviqat degan xalqni bir yo'nalishga boshlaydigan maqsadga kelib beriladigan narsa. U xabarga o'xshamaydi. Xabarda hamma narsani xabar qilishga bo'ladi endi. Tarafsizlik bo'ladi xabar deganda. Tarafsizlik bilan qarshi tarafnimi, bu tarafnimi hammani xabar qilishga bo'ladi. Ammo teşviqatning cho'qim tarafi bo'lishi kerak. Tarafsiz bo'lsa bo'lmaydi bu. Teşviqat degan. Tarafsiz bo'lgan vaqtida xalqni qaymoqtiradigan ish chiqadi. Onun uchun teşviqat tarafli bo'ladi, qarindoshlar. Xolis teşviqat bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarmi anglab qo'ysin, teşviqat taraflik bo'ladi. Bir tarafga mansub bo'ladi. Bir tarafning ideologiyasini yoyidi, bir tarafning ideologiyasi bo'yicha xalqni yetaklaydi. Teşviqatning vazifasi. Shunlashqa kelgusida teşviqatning prinsiplari ve yol xaritasini bir az tafsili to'xtalishga tirishimiz. O'qiyotgan yana bir kitob pastda qolibdi. U idrok boshqarish degan kitob. Biz bu vaqtda to'xtalgandik yuzaki insonlarning idrokini qanday boshqaramiz? Qanday qilib bir insonga o'zimiz tuymagan holda bizning irodamizni qabul qildirib va buni o'zimning irodasi deb o'ylaydigan qilib etamiz. Bu haqda to'xtalgandik. Va nurg'unlarimizning chiqargan qarorlarining o'zining emasligi, bergan baholarining o'z bahosi emasligi qatorliqlar haqida to'xtalgandik. Endi bu qatim bu kitobni o'qiyotman. Mani o'qib bo'ldim. Uningda nayt yaxshi jonliq misollar bor ekan, u misollarni sonlar o'rtoqlashim inshaalloh. Va buning bilan sizlarning kallangizda ma'lum bir ramkasi bo'ladi. Menda raqbi yetgan deydi, hech bo'lmaganda. Shunday qilib bu meningki boyliqlarimni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Bu mening bu qitimqi Turkiya safarimda ko'targach kelgan kitoblarim. Va buni yilning oxirigacha tugatishni planlayapman. 6 kitobni o'qib samirib ketadigan qarindoshlar buni ko'rsanglar ma'lum tushunchaga kelasizlar. Demak, bu 29 kitap ekan. 29 kitap yarım yillik vazifa. Yilning oxirigacha tugatib, kelar yili yangi kitoblarni ekilishga to'g'ri keladi. Bunday bo'lmagan vaqtida dunyoning keyinda qolamiz, zamonning keyinda qolamiz. Shunga qarindoshlar, habi sonilmi quloqdan mollolab shuningga qanoat qilib o'ltirgandan ko'ra yana bir qatim kitob o'qishga da'vat qilaman. Kitobga o'xshamaydi. Hammanglarning ishiga barakat, salomatlik, muvaffaqiyat tilayman. Alloh hammanglarni aman qilsin.